Agar FIFA Yevropada o'ynovchi futbolchilarni o'z davlatiga qaytarib yuborsa, nima bo'lar edi? Futbol ishiga obuna bo'ling, hozir aytaman. Kylian Mbappe Kamerun termasida o'ynagan bo'lar edi. Jude Bellingham Senegal termasiga chaqirilar edi. Rafinha Cote d'Ivoire termasiga ketardi. Zidane Jazoir termasi sardori bo'lardi. Jamal Musiala Nigeriya termasi a'zosi, Lamine Yamal Marokash termasi a'zosi, Ibrohima Konate Mali termasiga borardi. Patrice Evra esa Senegal termasi a'zosiga aylanar edi. Mario Balotelli Gana termasiga, Virgil van Dijk Janubiy Afrika Respublikasi termasiga, N'Golo Kante Mali termasiga, Benzema Jazoir termasiga, Alessandro Balde Gvineya va Bissau terma jamoasiga, Usmon Dembele Senegal yoki Mali jamoasiga, Christopher Nkunku Kongo a'zosi bo'lar edi. Paul Pogba Gana jamoasiga, Amadou Onana Senegal termasiga, Marcus Rashford esa Gana termasiga a'zo bo'lgan bo'lar edi. William Saliba Kamerun terma jamoasiga, Kamavinga Kongo termasiga, Mike Maignan Gvineya Bissauga, Wesley Fofana esa Cote d'Ivoire termasiga borib qo'shilar edi. Nima deb o'ylaysiz? Hamma o'z termasida o'ynaganida Afrika terma jamoalarini eplab bo'larmidi? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring.